Novdamizni kesib olamiz. Xo'p, ulaydigan joyimizni ham shu novdaga qarab katta kichikligini ko'rgan holda mos joyidan kesamiz. Kesgan joyimizni pichoq bilan ikkiga ayirib olib turib, novdamizni ham tayyorlab olamiz. Bu holatda et qolishi kerak ikki tomonida. O'sha et buni etiga to'g'ri kelishi kerak. Shu holatda yaxshi bo'ladi, ko'karadi. Agar to'g'ri kelmasa, ko'karmay qoladi. Novdamizni ham o'rnatib oldik. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu holatda eti to'g'ri kelishi kerak albatta. Xo'p, salapan bilan ham o'rab oldik mana. Qatirib qo'ydik. Buni orasida yip ham bor. Yip bilan ham qisib bog'lab qo'ydik. Yip nimaga kerak deganda, u xullas yaxshi qisiladi-da. Ichida havo bo'shliq qolmaydi. Bir-biriga jipslashib ketishi yaxshi bo'ladi. Va tepasini ham suv namlik qochib ketmasligi uchun salapan bilan bekitib qo'yiladi. Xudo xolasa natijasini ham ko'rsatamiz.